Azizlar, bugun pankeki, ya'ni amerikancha blinchik tayyorlaymiz. Demak, pankeki tayyorlash uchun menga 250 gramm un, 250 mg sut, 2 ta tuxum sarig'i bilan oqini ajratib olamiz va bu yerda 2 osh qoshiq o'simlik yog'i, 5 osh qoshiq shakar, 1 chimdim tuz va 1 choy qoshiq razriqli kerak bo'ladi. Demak, tuxumni oqiga 1 chimdimgina tuz solamiz. Yaxshi gupirishi uchun va mikserda gupirtirib olamiz. Remember where I go, you no matter where I go. Endi tuxumni sarig'i bilan bog'liq massani tayyorlaymiz. Bizga tuxumni sarig'i kerak bo'ladi. Shakar, sut, o'simlik yog'i. Ana mikser yordamida endi hammasini aralashtiramiz. Va temir qoshiqdamiz, mana shunaqa yelim yoki geliy qoshiqda aralashtirishni maslahat beraman. Chunki o'tkazib qo'ymaydi, o'sha vazdushniy holatini saqlab qoladi. How far? 'Cause your love is all that I know. Pankekilarni pishirishni boshlaymiz. Skоворodka yaxshi qizigan bo'lishi kerak. Unga yog' surtishingiz yoki yog' qo'yishingiz shart emas. Boisi pankekini ichida yog'i bor. Pankekini qo'yganingizda ko'pikchalar paydo bo'ladi. Ko'pikchalar yorilishni boshlaganda ikkinchi tomonni o'girishingiz mumkin. Mana pankekimiz tayyor bo'ldi. Qaranglar qanaqa do'mboq. On my way back home.